Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlarga 2018-yil ishlab chiqarilgan 10 tonnalik Isuzu'ni ko'rsatamiz. Bu mashina sotiladi ekan. Bu mashina haqida informatsiya beradigan bo'lsak, metanda 100 lik balondan 10 dona metan baloni bor ekan. Bir zapravka bilan 750-800 km yuradi ekan. Yurgan probegi 5500 km ekan. Probegi narxi video davomida aytib o'taman va polностью obzor etib beraman. Hozir ichlari bilan tanishib chiqamiz. Endi ochildi mana, sal o'g'riroq ochiladi ekan. Ya men yurishmay turibman. Xo'p. Ichki ko'rinishi shunday ahvolda. Xo'p. Okay. Balonlarning holati ko'rishlaringiz mumkin. Zapaska balonlari. Bu yoq tarafi ichki qismi mana shunday ahvolda. Xo'p, bu mashina haqida ko'rsatib o'tdik, video davomida ko'rdinglar. Xo'p, bu mashinaning bahosini keladigan bo'lsak, bu mashinaga aytiladi 550 million so'm pul aytilib turibdi. Lekin qaytiladi, kelishiladi. Pastdan nomer yozib qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Mashinaning dokumentida hech qanday muammo yo'q. Mashina liniyada yurib, Buxoro, Samarqand, Toshkent, Vodiy, O'zbekiston bo'ylab yuk qatnovlarini amalga oshirib turgan mashina. Xullas, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.